Ana shu mashinada 4000 so'rashyapti. Nima deysizlar, qadrdonlar? 4000 ga qimmatmi yo olsa foydasi bormi? Assalomu alaykum, qadrli kuzatuvchilar. 2023-yilda ishlab chiqarilgan Damas mashinasini tepasiga kelganmiz. Mashinamiz 70000 probeg ekan. Kaltagini qaranglar. Bu Damasimiz Malibu 2 bilan baxtsiz hodisaga uchrabdi. Xo'p, mashinamiz egalari ozgina balandroq aytishyapti narxlarini, shunga kelisha olmay turibmiz. Ana shu mashinada 4000 so'rashyapti. Nima deysizlar, qadrdonlar? 4000 ga qimmatmi yo olsa foydasi bormi? 13 ballonlarda ekan. Mana balon holatlari yaxshi, Samarqand diskalarda. Bu tomonlarda umuman ishi yo'q, holat yaxshi. Kommentariyga yozinglar, $4000 ga qoplaydimi, qoplamaydimi? Kimda avariya pochoq bo'lgan mashinalar bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar. O'zbekiston bo'ylab eng qimmat narxlarda sotib olamiz. Topib bergan odamga $50 dan $100 gacha xizmat chiqarib beramiz. Rahmat, sog' bo'linglar.